11 bob. Lazar ismlik bir odam kasal bo'lib qolgan edi. U hadilari Maryam va Marta bilan Yahudiya o'lkasidagi Baytoniya yezisida turadi. Maryam bo'lsa Hazrati Aysoning putlariga xushpuroq yog' surkab, chochlari bilan ularni eritib quritgan ayol edi. Lazarning hadilari Hazrati Aysoga: "Hey Rabbimiz, siz yaxshi ko'rdigan do'stingiz kasal bo'lib qoldi", deb xabar berishdi. Hazrati Ayso buni anglab, bu kasallik Lazarning o'limi bilan oyoqlashmaydi. Aksicha, bu orqali Xudoning o'g'lining ulug'ligi ayon bo'lib, xaloyiq Xudoga madhiya o'qiydi, dedi. Hazrati Ayso Marta, Maryam va Lazarni bak yaxshi ko'radi. Gerçi u Lazarning kasal ekanligini anglagan bo'lsa-mu, o'zi turayotgan yerda yana 2 kun turdi. Ondan keyin shogirdlarga: "Yahudiyaga qaytib borayli", dedi. Shogirdlari uningga: "Ustoz, yaqindala u yerdagi xalqlar sizni chalma kesak qilmoqchi bo'lgan tursa, yana u yerga qaytib boramsiz?" deyishdi. Hazrati Ayso mundaq dedi: "Kunduz 12 soat emasmi? Kunduz yo'l mangan yiqilmas. Chunki u bu dunyoning yo'rig'ini ko'rdi. Lekin kechsi yo'l mangan yiqilar. Chunki uningda yo'riqlik yo'qdir." Hazrati Ayso bu so'zlarni qilgandan keyin do'stimiz Lazar uxlab qoldi. "Men uni o'yg'atqilib boraman", deb qo'shib qo'ydi. Shogirdlar: "Uxlagan bo'lsa, yaxshi bo'lib qoladi, hey Rabbimiz", dedi. Hazrati Ayso Lazarning o'limini demoqchidi. Lekin ular odatdagi uyquni davatidi deb o'ylashdi. Shuning bilan Hazrati Ayso ularga o'chig'ini aytib: "Lazar olamdan o'tdi demoqchiman. Sizlarni deb uning qishda bo'lmaganligimga xushalman. Chunki bu sizlarning e'tiqodinglarning kuchaytilishi uchun yana bir fursat yoritib berdi. Endi u boyaga borayli", dedi. Qo'sh gezak deb atiladigan Tomas boshqa shogirdlarga: "Bizmi uning bilan birga borayli, ham uning bilan birga o'layli", dedi. Hazrati Ayso shogirdlari bilan Baytoniyaga borganda, Lazarning yerlikka qo'yilganiga 4 kun bo'lganligidan xabar topdi. Baytoniya Yerusalimdan 3 chaqirim yiroqlikda edi. Nurg'un Yahudilar Marta bilan Maryamning inisining o'limiga tasalli berish uchun ularning yeniga kelgan edi. Marta Hazrati Aysoning kelayotganligidan xabar tepib, uning oldiga chiqdi. Maryam bo'lsa uyda qoldi. "Hey Rabbim", dedi Marta Hazrati Aysoga, "bu yerda bo'lgan bo'lsangiz, inim o'lmas edi. Ilmo Xudodan nima tilsangiz, uning sizga shuni berdiganligini bilaman. Iningiz tiriladi", dedi Hazrati Ayso. Marta: "Qiyomat kuni uning jazman tiriladiganligini bilaman", dedi. "İnsanlarni o'limdan tirildirguvchi va hayotlik berguvchi o'zimdirman", dedi Hazrati Ayso uningga. "Menga e'tiqod qilgan kishi o'lsimi, yana hayot bo'ladi. Menga e'tiqod qilib, mangulik hayotga erishganlar aslo o'lmaydi. Buningga ishonamsiz?" "Ishonaman, Rabbim", dedi Marta. "Sizning insonlar orasiga kelishga tayinlangan qutqizg'uvchi Masih, Xudoning o'g'li ekanligingizga ishonaman." Marta buni deb bo'lgandan keyin qaytib, singlisi Maryamni ostig'ini chaqirib: "Ustozimiz kelib bo'ldi, seni chaqiryotidi", dedi. Maryam buni anglab, darhol o'rnidan turib, Hazrati Ayso bilan ko'rishgili mangdi. U paytda Hazrati Ayso texi yezg'i kirmagan bo'lib, Marta oldiga chiqqan yerda edi. Uyda Maryamga tasalli berayotgan xaloyiq Maryamning birdilla o'rnidan turib, sirtqa chiqib ketganligini ko'rishdi.
va uni qabristonlikqa yig'izor qilg'imoqdi deb o'ylab, uning keyindan mengishdi. Biroq Maryam Hazrati Ayso boyaga bordi va uni ko'rib, oyig'iga yiqilib, "Hey Rabbim, bu yerda bo'lgan bo'lsangiz, inim o'lmas edi", dedi. Maryamning va uning bilan birga kelgan xaloyiqning yig'izor qilishqinni ko'rgan Hazrati Ayso g'azablanib, ko'ngli qattiq azoblanishga boshladi va uni "Qayaga qo'ydinglar?" deb so'radi. "Ey Rabbimiz, kelib ko'ring", deyishdi ular. Hazrati Ayso ko'z yoshi qildi. "Xaqla, qaranglar, u Lazarni nima degan yaxshi ko'rgan", deyishdi. Ularning ichida ba'zilari "Qarig'uning ko'zni ochgan kishi Lazarning hayotini o'limdan saqlab qololmaydimi?" deyishdi. Hazrati Ayso ichida yana g'azablanib, yerning oldiga bordi. Yerlik kirish og'zi cho'ng bir tosh bilan to'silgan o'nkir edi. Hazrati Ayso "Toshni elib etinglar", dedi. O'lguchining hadisi Marta, "Ey Rabbim, olamdan o'tkiniga 4 kun bo'ldi. Hozir jasadi purab ketgandi", dedi. Hazrati Ayso uningga "Men sana e'tiqod qilsang, Xudoning ulug'lig'ini ko'rsan degan edim-ku", dedi. Buning bilan xaloyiq toshni elib etdi. Hazrati Ayso ko'zini osmonga tikib mundoq duo qildi: "Ey ota, talabimni anglaydiganing uchun sana shukr aytaman. Talablarimni hamisha anglaydiganligingni bilaman. Shundoq bo'lsa-mu, atrofimdagi xaloyiq sening meni avatganligingga ishonsin deb buni aytyotiman." Hazrati Ayso bu so'zlarni qilgandan keyin yuqori ovozda "Lazar, tashqariga chiq", deb tovladi. Lazar qo'l putlari kepanlangan, engiki tengilgan holda tashqariga chiqdi. Hazrati Ayso ularga kepanlikni soldirib, uni o'z mayliga qo'yib etinglar, dedi. Maryamning yeniga patlab kelgan va Hazrati Ayso ko'rsatgan bu mo'jizani ko'rgan nurg'un xalqlar Hazrati Aysoga e'tiqod qildi. Lekin ularning ichida ba'zilari farislarning yeniga berib, Hazrati Aysoning qilgan ishlarini ma'lum qilishdi. Shunga farislar va oliy ruhoniylar Yahudiylarning oliy kengashmasini yig'ib, "Qandoq qilguliq? Bu odamni yaratgan nurg'un mo'jizlarga qarab beqinglar. Uni bunda qo'yib besak, hamma odam uningga e'tiqod qilib ketadi. Shundoq bo'lganda Rim hukumati ibodatxonamizni, hatto millatimizni vayron qilib etadi", deyishdi. Ularning ichida biri, ya'ni shu yili bosh ruhoniy bo'lgan Qayopa, "Sizlar hech nimani bilmaydigansizlar. Butun xalqning halok bo'lishining o'rniga birla odamning ular uchun o'lishining yaxshi ekanligini tushunmaydigansizlar", dedi. Bu so'zni u o'zligidan aytmagan edi. U shu yili bosh ruhoniy bo'lg'ashqa Hazrati Aysoning Yahudiy xalqi uchun, shundoqla faqat u xalq uchunla emas, balki Xudoning har yonga chichilib ketgan farzandlarining hammasini bir qilib uyushtirish uchun o'ladiganligini oldin aytgan edi. Shundoq qilib ular shu kundan e'tiboran Hazrati Aysoni o'ldiritish uchun suiqasd qilishga boshladi. Shunga Hazrati Ayso amdi Yahudilar orasida oshkora yurmay, u yerdan ayrilib, cho'lga yaqin rayondagi Efroim shahriga ketib, shogirdi bilan birga u yerda turdi. Yahudilarning o'tib ketish heytiga oz qolgan edi. Nurg'un kishilar tozalanish dini qoidasini ado qilish uchun heytdan bir qancha kun ilgari Yezilardan Yerusalimga kelishdi. Ular Hazrati Aysoni izlaydi. Ular markaziy ibodatxonada yig'ilganida bir-biriga "Seningcha qandoq bo'la? Hazrati Ayso yetqi kamamdikin", deyishadi. Oliy ruhoniylar bilan farisilar Hazrati Aysoni tutish uchun uning qayerligini bildiganlarning
o'zlariga ma'lum qilishini buyurgan edi.